Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yili 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjamboy. Avtori Nur Rozi. 12-bob. Chilishchi. 1938-yili O'shur-iyi. Juma kuni. Opal imomlarim. Mig'mig' odamlar to'pi chavandozlarning o'g'loq tortishlarini, palvonlarning chilishlarini tomosha qilmoqda. Hava jahon illig'an, qurut qo'ng'izlarmi mengib, sugat cho'kanlarmi ichilgan edi. Quyun aralash shamol chiqib, g'azon g'uzonlarni uchirib, to'plarni to'zitatdi. To'pa chang'dan dimog'lar qurib, quruq yo'tal tutatdi. Tushkurtatdi. Lekin kishilarning buning bilan kari bo'lmaydi. Havas bilan o'yin ko'ratdi. Chilishchilar dastlabdila ikki to'pqa bo'lindi. Opalliq palvonlar bir to'p bo'lib, bir tarafda tayyor turishdi. Boshqa yurtdan kelgan palvonlar birlashib, bir to'p bo'lib yana bir tarafga o'tishdi. Chilishish so'rini qilib, uch tarafi egiz do'nglik, o'rtasi takshi tuzlanlik maydon tanlangan edi. Chilishda pishqan, hozir qirib kuchidan qolgan burni maymoq, bir qo'li cho'loq, o'ng tog'i sunuq, og'zida tishi yo'q bir to'kur bovay boshqaratdi. Uni yanida jidal qilg'uvchilarni adaplash uchun kaltak, cho'moqlarni ko'tirib tutishib, bir necha do'rga tik turishatdi. Baglar bilan yurt katilari otlarga minishib turib, "Ha-hu" deb varqirab, chilishni qizitmoqda edi. Ularning varqirashlarini, chilishchilarning qarshi tarafni gup-gup yerga atgan ovozlarini jamoatning sadosi besib tushmoqda edi. Belli, azmat ekan. Ko'tirib atmasa hisob emas. Barakallah, yaraysan. Avu pakiz chilishchikan, chirmoq salmaydi ekan, ko'tirib tashlaydi ekan. Avu yigit yig'mayla ko'tirib atidi ekan. Uningga odam chiqmaydi. Mavu bir nima paskini chilishchikan, chirmoq saladi ekan. Chilishish rosa qizidi. Chilishchi palvonlar ko'p edi. 5 chuptim bo'lib tushatdi. Kech kirib qolay degandimu, yana bir muntisi texi navbat kutishib turishatdi. Dal shu chog'da biri bagning quliqiga kusildab, Saybog'dan bir palvon kepti. Saybog' Qashqar Konshar noyi bozorining janubidan 4 kilometr yiroqlikdagi bir yezining nomi. Chilishman deb taqozo bo'lyapti, dedi. Bag qamchisini egiz ko'tarib chiltib varqirdi. "Hoy, to'xtanglar!" Chilishchilar bir-birining bellarini tutishgan holda chippida to'xtadi. "Xaloyiq, Saybog'dan kelgan palvonning chilishini ko'rayli. Qiziq o'choqqa tuturuq lozim emas. Qani palvon, marhamat." Tamasha ko'rayotganlarning orasidan kelishgan o'tir bo'y, simsaqal, simiz, 40 yosh chamasidagi bir odam o'rnidan turdi. Ko'ksiga qo'lini ilib jamoatga salom qildi. Opal palvonlardan yoshlab bir yigit maydonga tushdi. U sayboqliq palvonni pisand qilmagandek o'rarak turib uni ko'tirib tuzlanayotdi. Yilqi palvon tuyuqsizla uni yutmiga ilibla beshdan ortildirib yerga tashlavetdi. Bag egardan ko'tiribla, "Apla, chataq bo'ldi. Bu palipat chilishadigan nima ekan u?" deb atrofga qaradi. Uninggacha 4 yigit tang maydonga kirdi. Boshquruvchi buvay birdan tushishni buyurdi. Ikkinchi qatim tushgan yigitmi xo'p dangliq chilishchi edi. U yutmiga ilinib yerga urildi. 3-chi palvonmi tushdi. Unimi hayto'yt degicha yerga urdi. Shundoq qilib, yilqi mehmon orqa-orqadan 25 palvonni to'piga miladi. Opal palvonlarga andisha tushdi. Bu chog'da Anjamboy o'g'loqchilar bilan ilishayotdi. Bir do'rga Anjamboyni izlab kelib, "Bigem xijil bo'lib qoldi. Saybog'dan kelgan mehmon odam qo'ymay tashlavatdi. Odam chiqishmidi?" dedi. Anjamboy o'g'loqni tashlab etini chapturgancha chilishish maydoniga keldi. U mehmon Abdullaxon degan palvon bilan ilishayotdi. Abdullaxon u mehmonni 3 qatim ko'tarib oldi. Har qatim tashlaganda dastlab tushdi. Yiqilmadi. Oxir u Abdullaxonni "Hu" debla yutmiga ilib tashlavatdi. 27 ni atdi, deyishdi jamoat. Anjamboy otdan sakrab tushib, to'pni yerib maydonga kirdi. Abdullaxon qaltis chilishchi edi. Anjamboyga yan bo'lalaydi. Anjamboy siriq yo'ng chekman kiydi. Beliga belbog' bog'ladi. Maydonning o'ttirisiga kelib, o'tikning qo'nchidagi ko'k sag'ra g'ilopliq pichiqini ilib, boshqurg'ichga cho'rib tashlab berdi. Taraf-tarafdan kishilar
Diqqat qilsizlar, bu palpat chilish chikin, paxshi qilib qo'ymisu yana, deb Anjanbayni ogohlantirdi. Anjanbay u mehmon bilan ko'rishdi. Ondan tik turib, "Qani mehmon tutib oling", dedi. Mehmon takallufsizlar qo'l uzatib Anjanbayning belidagi belbog'ni yondan tutib, o'ng qo'liga 3 qitim o'rab to'xtadi. "Tutib bo'ldingmi?" "Tutib bo'ldim." "Xo'p, endi men tutib olay." Anjanbay shundoq debla bir qo'lida mehmonning belbog'ining orqa tarafidagi chigilgan yerini, yana bir qo'lida beqinidan tutib, mehmon tuyuqsizla yutmiga olmoqchi bo'lib, "Hu" deyishiga Anjanbay qo'lini uning oldiga o'tkazibla kapla tutib uning qo'rsqidan siqib olgan edi. Mehmon to'g'risiga bo'lib qoldi. Anjanbay uni ko'tarib atgan edi, u dastlab tushdi. U o'zini to'xtatib bo'lgacha yana ko'tarib atdi, yana dastlab tushdi. Ashunda qilib Anjanbay u mehmonni 10 qitim ko'tarib 10 qitim atdi. Umu 10 qitim dastlab tushdi. Yiqilmadi. Anjanbay uni 11-chi qitim ko'tarib oldi. Silkib maydasiga oldi. Uni necha qitim pirqirtib aylantirib atgan edi. Mehmon yanala dastlab tushdi. Anjanbayning achchig'i kelgan bo'lsa kerak, sim burutlari lik-lik titrab ketdi. Yuzi qizarib po'kandek esildi. U "Allohu akbar" deb birla to'g'lab mehmonni xuddi daraxtni yulib olgandek gursida ko'taribla yana maydasiga oldi. Jamoat tipirlab joyida turolmay qoldi. Anjanbay mehmonni to'qmoq urgandek puticha yerga urdi. Mehmon "Voy" debla chiroyi tatirib, so'zilib yetib qoldi. Anjanbay qaddini ruslab mehmonni yo'lab o'rnidan turg'izmoqchi bo'lgan edi. Mehmon "Bo'lolmadim" deb ko'zni yumib oldi. Yerga urilgan zarbidan uning siriq eti yirtilib ketgan edi. Anjanbay uni uyda bir necha kun boqdi. Oldin obdan xabar oldi. Tibib taklif qilib kasalini davolatdi. Mehmon "Onamni sig'inib qoldim, ketay" deb turib oldi. Anjanbay ilojsiz uni jirg'iga silib yurtiga opirib qo'ydi. Shundan keyin Anjanbayning nomi tarilib ketdi. Uni izlab keladigan palvonlarning oyog'i uzilmadi. Ular hargizmi Anjanbayni mundaqla ko'rishga kelmaydi. Uning bilan bel tutishib chilishib, xumardan chiqmoqcha faqat qayt qilib unumaydi. Lekin birarmi uni yiqitolmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, ular afsuslanmaydi. Uning mahoratiga qoyil bo'ladi. Ko'nglida uni do'st tutib faxrlanadi. Uni hurmat bilan tilga oladi. Shu yili Atiyoz, Opal bozori. Kun o'ltirishga oz qolgan edi. Hazrati Mollam tig'ining egizpas cho'qilari kechki kunning so'z nurida xuddi gil suyida yuvingandek qizg'uch parqiraydi. Hazrati Mollam masjidida namoz asrni o'qib chiqqan 3 odam Hazrati Mollam qabrisiga xili uzoqcha duo tilovat qilishdi-da pastga tushib, oldirab bozor tarafga mingishdi. Ular bozorga kirib, qaysi oshxonaga kirsak bo'larkin deb uyan-buyan qarashdi. Oshxonalarmi xili ko'p edi, lekin hammasida tiqma-tiqmoq odam, nag'ma-navo qizib ketgan. Varang-churongdan turib bo'lmaydi. Ular qaysi oshxonaning oldiga kelsa, shu hamon bir odam ularning oldiga chiqadi. Ochiq chiroy bilan salom sahat qilib, oshxonasiga taklif qiladi. Shundoq bo'lsa-mu, ularning ko'ngli bu oshxonalarga tortmadi. Ular safarda yerib ichib kelganlikdan put-qo'llarini uzun sunib, aram xudo harduqini chiqarib o'ltirgandek ozoda oshxona izlaydi. Ular shundoq ozoda oshxona izlab yurganda, ularning oldi tarafida egiz, simburut, badam do'ppuluq, oq xasak ko'nglaklik, belini shoir ro'molda bog'lab olgan bir yigit bir necha yigitni agashtirib kelib qoldi. U yigit havoning issiq, demiq bo'lishiga qaramay putiga o'tuk kiyib olgan edi. O'tukning uzun qo'nchidan pichoqning sepi chiqib turadi. Ular u yigitga qarab turibla qilishdi. U yigit oldiga uchirgan leki odamlarga qo'lini ko'ksiga ilib salom qiladi. Yo'lning cheti bilan mang'atdi. Qerilar, xotin qizlar, balalar uchrab qolsa, yo'lni bekarlab chetga chiqib beshini egib turadi. Ana, avu eshakka minalmay turgan buvayni ko'tirib eshakka mindirib qo'ydi. Yana texi arg'amchida o'zangi etib putga silibmi qo'ydi. Ana, layda milinib o'ynayotgan kaymitaz bir balaning beshini silab qo'ydi. Hech qandaq yerganmidi. Ajabmi fazilatlik yigit ekan-ku bu, dedi hiliqi 3 odamning orasidagi yeshi cho'ngroq 45 yoshlar chamisidagi gavdilik, egiz, qangsharliq, g'oli kang,
Ko'rinishdan kuch-quvvatga to'lgan odam ondan ketayotgan bovayga salom qilib so'radi. Ata, bu oldida kelayotgan qovul yigit kim bo'ladi? Buvay orqasiga burildi. Ko'zini qisib u ko'rsatgan tarafga qaradi. U degan Anjanboy bo'ldi. Nochlarning nochisi, ojizlarning do'sti. Iliq odam aldirab qoldi. Ikki hamrohini agashtirib Anjanboyning oldiga bordi-da, egilib salom qildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ular qo'l ilishib ko'rishdi, ahvollashdi. Lekin Anjanboy bu kishilarni tanimadi. Nada ko'rganligini esiga ololmadi. Buni sezgan hiliq odam darhalla o'zini tunishtirdi. Mening ismim Qosimaxon, Samanlik. Az to'la chorva milimni taqa ilib mang'an edik. Kech bo'lib qoldi. Bozorning sirtidiroq bir usti ochiq tanga solab qo'ydik. Men talaylik yaralganman. Men nima talab qilsam, Xudoyim shuni buyurdi. Sizlarning nomi shariflarini to'la anglagan edim. Didorlarni bir ko'rishga taqozo edim. Mana bugun Xudoyim bizni ko'rishtirdi. Murodimga yetdim. Anjanboy noiti xush bo'lib ketdi. Bugun bizning uyda billa qonayli, xizmatlarda bo'lay. Go'ng-mo'ng mundishayli deb ularni uyga boshlab mandi. Uyda ularni obdan mehmon qildi. Xuddi kona qadinas do'stlardek kechicha mundishib sirdashdi. Ayrilishga ko'zi qiymay taqqa billa chiqdi. Tağda Anjanboyning og'aynilari tonish bilishlari xili bor edi. Oq uy, ala uy, qora uylarning hammasida chaliq qolmay mehmon bo'lishdi. Bir haftadan keyin yana billa yenishdi. Sulton bog'dan o'tganda nima uchundir Anjanboyning qo'rsqi mujib og'rib zoti bo'lolmadi. Otda o'ltirdak majoli qolmadi. Rangi tatirib ketdi. Qosimaxon xuddi kichik bolni ko'targandek Anjanboyni likkida otning oldiga ilib quchqida ko'tarib yenib keldi. Opalda chepib yurib tevib topdi. Dori ekeldi. Bir hafta o'tganda Anjanboy salla maza saqaydi. Endi Qosimaxon unimidi. Billa ketimiz. Bizning uyda bir necha kun billa turmiz deb ching turib oldi. Oqshimi Qosimaxonning uyida mungdishib o'ltirib, Anjanboy o'zicha pisingida kulib soldi. Qosimka, men sizning mahoratlarinni sezib qoldim. Qosimaxon ajablanib so'radi. Qandaq mahoratdi u? Men o'zim uqmaydigan. O'tgan qitim men og'rib qolganda meni xuddi kichik bolni ko'targandekla ko'tarib otning oldiga oldilar. Odatda meni hech kishi aldirab undaq oson ko'tarolmaydi. Mundaq deslar, menda nada mahorat bo'lsin. Xudoy menga kuchni aymay beribdi ekan, lekin ozroqmi mahorat bermabdi ekan. Kuchim oz to'la bor. Bir chaqlarda bizning uyda bir mo'zay bor edi. Tug'ilib 3 kundan keyin kunda 3-4 qitim ko'tarib o'ynadim. Taki 2 tishlik bo'lgacha ko'tarib o'ynadim. Keyin u to'paq qo'rsq esilib o'lib qoldi. Boshqa kallarni ko'tara olmadim. Ikkisi xili uzoqcha kulishdi. Anjanboy kulib turib chaqchaq qildi. Qosimka, "Pamimcha usta chilishidek turdilar. Birdam chilishib ko'ngil açsa qandoq?" Ular xamonga chiqishdi. Sutdek aydanda bir-birining bellarini tutishdi. Lekin tong atqicha bir-birini atolmadi. Yerib qolganda dam oldi. Choy ichishdi, yana elishdi. Xuddi raqiblardek bir-biriga yo'l qo'yishmadi. Oxir kun qizilda Anjanboy Qosimaxonni chap taraf ayonpashqa ilib yiqitdi. Bu o'yin ularni qizitib qo'ydi. Chilishib o'ynab kunni o'tkazdi. Bir kuni Qosimaxon bir gapni ko'tarib kirib keldi. "Ata Dotay langirida." Dotay langiri hozirgi Langar yezisi. Qashqar Konshahar noyasining g'arbiy shimol qismida joylashgan bir yezining nomi. Nahiya markazi bilan bo'lgan orliqi 13 kilometr. 1932-yili Qashqar Doti Mashavu bu yerda bog' yasab, yoz kunlari bola chaqalarni elib kelib yozni o'tkazgan. Shuningdan keyin xalq ommasi bu joyni Dotay langiri deb atashga boshlagan. Cho'ng ma'raka bor ekan, dangdar o'g'loqchi, chilishchilar yig'iladi ekan. Berib tomosha qilib kelmaylimi? Atsi atiganda ular Dotay langiriga qarab yo'lga chiqdi. Ketib Qosimaxon o'z andisini Anjanboyga dedi. "Qaraganda bugun ig'ir besiq bo'lmasa bo'lmag'idek. Anglasam shaharlardan palvonlar kelibdimish. Tog'dinmi nochlar tushibdi deydi. Biz ko'rmagan, bilmaganlar bilan uchrashimiz. Shahardan Shirmat, Umar Qori degan palvonlarmi kelibdidek. Biror jidal chiqib qolsa biz yolg'izlik qilamiz. Jidal qilmasmiz Qosimka" dedi Anjanboy chiroyli burutini o'ynab. "Hech qanday adovatimiz bo'lmasa, navoda jidal qilsa bo'sh kelmaymiz.
Gidip alsa bir gez egiz turmiz. Adam etkenge tazim et dep tiken konular. İzzitini qilimiz. Onu bilmese biz mo qarab turmaymiz. Eskiga mert qilsa qo'rqdi deydi. Namard qo'lida azoblanguncha mard qo'lda o'lgan yaxshi. Durust gap. Yaxshilikdan nom qoladi, yomonlikdan voydod. Shundoq odamlar taraf-tarafdan kelmoqda edi. Yurt kattasi Cho'ng'axonning 4 cho'ng mehmonxonasi palvonlar bilan to'shib ketdi. Anjam baylar kelib uzoq o'tmay o'g'loq boshlandi. Bugungi o'g'loqchilarmi, otlarmi xil edi. Ularning ko'ngli o'g'loq o'ynashni tartib qoldi. Ular amdi texi o'g'loq tartishga tushayli deb mingishiga ikki odam ularni izlab kelib qoldi. Ular o'zlarini tonishtirib, har birlari bizni tonishmaslar kerak. Biz Qashqar shahridan chiqdik. Silini biz ko'p so'rinlarda ko'rgan, danqalarini mo ko'p anglagan. Baya boshqa yerlardan kelganlarning gepi quliqimizga tushib qoldi. Ular og'ziga kelganini kapshib, "Ha, Anjambay kepti. Bu qitim talpikini qo'ltiqqa qistirib qo'ymasak hisob emas" deyishayotdi ekan. O'zlarini oldin xabarlantirib qo'yayli deb kelgan edik, deyishdi. Shaharlik palvonlar bilan tonishish Anjambayning xili baldurlar ko'ngliga pukkan orzusi edi. Shunga ularning o'zlariga qilgan g'amxo'rligiga rahmat aytish ham shu bahonada ular bilan tonishib qilish uchun Qosimaxon bilan yilqi ikki odamga agishib, ular turishliq o'ringa keldi. Shaharlik palvonlar ularni izzat ikrom bilan kutib oldi. To'rga boshlab ham dasturxon bo'lishdi. Mundishib sirdashdi. Anchimo gavdilik bo'lgan, lekin bo'y turqi kelishgan qarroq bir yigit o'rnidan turib og'inilariga xitob qildi. Bu Ömer Qaravoy degan botur edi. Og'inilar, bugun biz chilishish maydonida bo'lamiz. Anjambayning danqini hammamiz anglagan, so'rinlarda ko'rgan. Bizga yigit peshi bo'lib bersa, hammamiz itoat qilsak qandoq? Uning og'inlari tushma-tushdan javob berishdi. Bo'ladi, shunday qilayli. Lekin bir ko'zidan ayrilgan, ustixonliq ko'rinishidan chapar beri qatilmagandek, bir nimani o'ylayotgandek shuk o'ltiraverdi. Shundoq u qatilmagan edi. Har palvonlar tursak, amdiza sahrolik bir adash bizga bosh bo'lgan qandoq deganni ko'ngildan o'tkazotdi. Anjambay o'rnidan turdi. Ko'ksiga qo'lini ilib xijil bo'lgan holda, "Men bir peqir odam, ko'rgan bilginimmi oz. Uning ustiga yigitlarning ismini mo bilmayman. Shunga biz Ömer do'stimga itoat qilsak" dedi. Bo'ldi, talashmayli. Anjambay bo'lsin. Ular chilish maydoniga bordi. Chilishish amdi boshlangan edi. Kun chiqish tarafda o'ltirishgan bir to'p odamlarning ko'zi atrofdagi kishilarda edi. Ular kelayotganlar qandoq odamlar ekanligini mo'ljarlab ko'zdan kechirayotdi. Kun petish tarafda o'ltirgan shoyi shapaq to'ppa, qora tumoq kiyganlar bo'lsa, boshqa joylardan kelganlar edi. Ular qovul, qo'rqmas boturlar edi. Qosimaxon beliga qistirib olgan sim qamchisining sepini tutib turib, kishilarni kuzatmoqda edi. Anjambay, biz o'g'loqqa tushsak bizdan qo'rqdi, qochdi deydi. Chilishga tushayli. Yetib qolguncha yetib qol, dedi. Menmo shundoq o'ylayman. Chilishayli. Chilishish asta-asta odatdagi palvonlardan dangdar palvonlarga ko'chib, texmi qizib ketdi. Shu arada hiliqi shoy shapaq to'ppiliklardan diqmoq qarriq kelgan biri 10 necha odamni tashlab etib, unlik to'lidi. Vaqt xili bir yerga berib qoldi. Men amdi boshqa odam bilan chilishmayman. Faqat Anjambay degan bilan chilishman. Atrofdagilar churqirishib ketishdi. Nochi bo'lsa maydonga tushsin, karomatini ko'rsatsin. Bu ochiqdan ochiq zo'rliq edi. Shunga Anjambayning ochiqi keldi. Tuyuqi qizigan otdek tipirlab turolmay qoldi. U o'rnidan dast turishiga Qosimaxon eslab oldi. U hiliqlarning alpozdan qasdanga Anjambay bilan jidal chiqarish g'arazining borligini sezib qolgan edi. Bo'lmasa, nima uchun uning ismini atab chilishga tushishga zo'rlaydi? Sizlar ta'xir qilsizlar, ular bilan men chilishay, meni yiqitibsa, ondan sizlar tushsizlar. Lekin Anjambay unimidi. U kishi meni talab qilyapsa, men tushmay, sizlar tushsizlar nomardlik bo'ladi. Anjambay shundoq debla qo'lini silkib maydonga kirib ketdi. U maydonga kirib, 4 tarafga 4 qitim egilib jamoatga salom qildi. Ondan hiliqi yigit bilan qizg'in ko'rishdida, "Qani marhamat" dedi. "Mening 3 shartim bor", dedi hiliqi yigit qopqini turib. "Birinchi, ko'tirib chilishimiz.
boshqa pand qilsaq hisob emas. Ikkinchi, yengilib qolsaq jidal qilmaymiz. Uchinchi, qaysimiz atsaq 3 qitim chilishib, ondan ayrilamiz. Qandoq bo'lamdi? Va, nima degan bilan? Qaltis shartlar bu. Xo'p, sizlar deganlar bo'yicha bo'lsin. Ular tutishdi. Hiliqi yigit kuchlik, hilisimu to'la edi. Anjambay uni arqa-arqadan 2 qitim atdi. 3-qitimda Anjambay sal bo'shroq kuchavatdi. Hiliqi yigit uni bir cho'ripla etivatida varqirdi. "Men atdim, utuq mening." Uning sheriklari tang cho'rqirashdi. "Utuqsining, sen yangding," dedi. Qosimaxun chachrab o'rnidan turib maydonga tushdi. "2 qitim tigi yetib, texi utuq yana silningmi? Undaq namard bo'lmanglar. Palvalmikin desam, romal saldiganlardan ekansizlar." U gapini tuytib bo'lg'icha, hiliqi yigitning 10 necha sherki xanjarlarini egiz ko'tarib kelib, Anjambay bilan Qosimaxunni arga ilib oldi. Anjambay, "To'xtanglar," dedi-da, qo'rshovni yerib, qirdiki sugatga sakrabla chiqib tovladi. "Jidal qilmayli. Ashu mehmonning degani hisob. Men yengildim." Mehmonlar uni qachdo deb o'ylab qoldi bo'lg'ay, shu hamon sugatni qo'rshib oldi. Anjambayning judini tutdi. "Sizlar jidal qilmoqchimi? Yaxshilikcha o'tayli. Jidaldan foyda chiqmaydi. Sizlar qanday qilsanglar, bizmo shunday qilamiz," dedi mehmonlardan biri. Anjambay sugatdan sakrab tushdi. Mehmonlar, "Ha, mana bizni aldab qo'yib, endi hujum o'tdi," deb o'ylashdi-da, xanjarlarini tanglab kelishdi. Biri Anjambayga qaratib zarda bilan xanjar urdi. Anjambay o'zini sal yoniga qochirgan edi, xanjar uningga tegmadi. Xanjar urgan hiliqi odam o'zini to'xtatib ololmay, daldugunib aylanib ketdi. U o'zini to'xtatib bilib yana hujumga o'tdi. U xanjarni egiz ko'tarib, dal Anjambayning gilini qarorlab urdi. Anjambay shaqqida o'zini bir yoniga ilib, uning qo'ltig'iga keltirib birini tepdi. Xanjar hiliqi odamning qo'ldan chachrab chiqib, uning yonida turgan birining yo'tisiga gachchida sanchildi. U odam "Voy!" debla yiqildi. Uning sheriklari pichoq, kaltaklarini ishqilib Anjambayga etildi. Anjambay o'zini qochirib ularni yaqin keltirmadi. Qosimaxun ularni sim qamchisi bilan vaqishtib savdashqa turganda, Ömer Qaravoymi cho'qmaqini ko'tarib shaharlik palvonlar bilan mehmonlarni urib, sur to'qay qilg'ili turdi. Dil o'lim pishiqi chiqidan bo'ldi deb turganda, qoralliq 6 askarni boshlab Yamulning yoyisi kelib qoldi. Ularni ko'rib hammasi xuddi qaynayotgan qozonga sovuq suv quygandek turgan joyda jimmida to'xtab qolishdi. Yoyi gidaygan holda jamoatga bir qur olib qarab chiqdi. Ondan Qosimaxunni oldiga chaqirib, "Nima uchun jidal qilsan?" deb so'radi. Qosimaxun tamkinlik bilan oldirmay bo'lgan ahvolning hammasini birma-bir bayon qildi. Yoyi xuddi sig'izxon kan qilib sayragandek sat qaqoqlab kuldi. "Ha ha, bo'ldi. Oldinqisi hisob emas. Men osonla ayriyman. Bu qitimqisi hisob. Qani, maydonga tushinglar." Aslida yoyi mushu jidalni bahona qilib bir muncha pul undirib olmoqchi edi. Lekin u Anjambayning chilishdagi donqini to'la anglagan, o'zini mo ko'rgan, ammo chilishqinini o'z ko'zi bilan ko'rmagan edi. Shunga uning chilishqinini ko'rish havasi ustun kelib, pulning mardin kechdi. U Anjambay bilan hiliqi palvonni yetilab maydonga ilib kirdi. Ular bir-birini xo'yni obdan bilib olgan edi. Bo'sh kelmadi. Bir-birini xili uzoq turtishdi. Tuyuqsla Anjambay "Allohu akbar" debla hiliqi mehmonni ko'tarib oldi-da, 10-20 qitim aylantirib, yerga chala pula dassetgandek bo'lib, chap puti bilan ilib atdi. Hiliqi mehmon xuddi ko'mak o'rgandek guppida yiqildi. Hech kishi g'iding-piding qilolmadi. Ular shaharlik palvonlar bilan billa qaytdi. Yo'lda Anjambay bilan yoyi mungdishib keldi. Shundan boshlab yoyi Anjambayni "Og'inam" deydigan bo'lib oldi. Shu yili yoz. Burunqi zamonda bir buvi o'tgan ekan. U bir yetim qizga xayrxohlik qilib, qatorga qo'shibdi. Yomonlarning ko'zidan hasadxo'rlarning fitnasidan saqlabdi. Bir seshanba kuni bulangchilar u qizni bulashga kelibdi. Buvi qizini qochirib o'tib, o'zi zahar silingan tugunchakni tumarcha qilib qo'ltiqiga qisibdi-da, qizning siyoqida yosinib, bulangchilarning oldiga tushib kechibdi. Bulangchilar buvini qiz deb o'ylab, uning orqasidan qo'g'labdi. Buvi herib qilib bir o'nkirga kiribdi.
Bulançılar uning orqasidan tap bostirib o'nkirga kirishiga, o'nkirning ichidan bir ajdaho chiqib, buvi bilan ularni qo'shibla dam tartib yeb ketibdi. Ajdahomi zaharlanib o'libdi. Aslida buvi bulançılarni vaqti kelganda zaharlab qo'yib, hech kelmoqchi ekan. Bu dal ujma pishiqi kunlar ekan. Qiz o'nkirni makon tutibdi. Buvining qabrisini qatiribdi. Har seshanba kuni nazar chiroq qilib hozir tutibdi. Qabrining atrofiga, yo'l bo'ylariga nurg'unlagan ujumlarni tikib ko'kartibdi. Shundan boshlab buvining maziri, buvi anam maziri deb atiladigan u yerda kishilar ujma pishiqining seshanba kunlari ujma saylisi qilib buvini yod etadigan, hojatmanlar xudodan madad tilaydigan, palvonlar yig'ilib kuch sinishadigan so'rin bo'lib qolgan ekan. Anjanboy Yangisarliq Ma'sum cho'ng bilan kuch sinishib og'ina bo'lib qoldi. Ma'sum cho'ng og'indarchilik yusidan Anjanboyga o'zi e'tiborlab, arzulab beqib cho'ng qilgan, arg'moq eti bilan qimarda utib olgan bir xurjun pulni hadiya qildi. Dushanba kuni ular 2 xurjun pulni elib 15 atliq og'inlari bilan birga buvi anam saylisiga mandi. Shu kechasi shaharda qo'ndi. Ertasi nashtadan keyin Appa xo'jaga berib ziyorat, duo talablarda bo'ldi. Ondan buvi anamga yo'l oldi. Ular Qashqar shahrining To'shk darvozasidan kirib, kesgan yorga o'tganda Anjanboy itini to'xtatib, "Og'inilar, yo'lni xato besibdiq. Bu yo'l bilan mansaq elchixona, e'tikohlar oldidagi jamoatning oldidan otliq o'tib saldi ekanmiz. Unda qilsaq saat bo'ladi. Odamgarchilik bo'lmaydi. Tushib mansaq kech qolamiz. Ulgurolmaymiz. Sipil yoqlab mansaq bo'ptikan", dedi. "Shunda qilsaqmi bo'lgan ekan u", dedi Ma'sumcho'ng. "Biroq sipil aylanib mangimiz desak, orqamizga inib yana bir moncha mengishga to'g'ri keladi ekan. Atiganda u yerlarda odamlar ozroq bo'ladi. Ketavermaylimi?" Ular yetkoqqa kelganda, bugungi buvi anam saylasining eng oxirgi kuniga berish uchun o'z sheriklari bilan tayyorlanib kelgan Xalifat boyvachcha ularni ko'rib qoldi. Choy ichib o'ltirgan bir og'inisi uni noqib ko'zini ishorat qilib Anjanboyni ko'rsatdi. "Begim, bugun ko'ngillarda u yalangto'sh nochi bilan bir ilishib, tug'ilg'iniga bizar qilvat kunlari borg'u deyman", dedi. Dedi Xalifat boyvachcha pisand qilmagandek demig'ini qiqib. "Asli kelmaydim. Undaq tegipas pochi bilan ilishib qo'limni bulg'amayman. Mantimin bayning gapini yirolmadim." Anjanboylar yetkoh oldida otlaridan tushdi. Uchragan kishilarning ba'zilari bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Ba'zilari bilan salomlashibla yo'lga ketaverdi. Elchixonadan xili neri o'tgandilar, otlariga minishdi. Otlarini bir xil yo'rg'alatib, g'um-mung mungdishib minishdi. Saman yo'liga kelganda Xalifat boyvachcha otlarini choptirib yetib kelishdi-da, Anjanboy bilan salomlashdi. Birdan billa mang'am bo'ldi. Bir ko'rikdan o'tganda "Aldiraydim" deb o'zirxonlik aytgan bo'lib, otlarini choptirganicha Anjanboylarni to'pchanda qoldirib uzab ketdi. Anjanboyning ochiqi keldi, chiroyi o'ngdi. Buvi anamga kelgandimi, ko'ngli ichilmadi. Bir shumliqni sezgandek g'amkin yurdi. Sayla qizib ketgan edi. Nag'm navo yangraydi. Ilib satarlarning, oshpaz navoylarning, maddahlarning varqirash jarqirashlarini, o'g'loqchilarning hayt-huytlarini, chilish so'rindikilarning barikallalari, nag'm navolari besib ketgan edi. Anjanboylar kelib mig'ildab ketgan odamlar qaynimiga cho'kibla ketishdi. Ular uyan buyan aylandi. Do'nglikning bag'ridagi kangri tuzlanlikda bo'layotgan o'g'loqchilarning mahoratlarini ko'rishdi. Eng oxirida aylanib chilish maydoniga kelib qoldi. Mahpilarning, harvullarning, ot uloqlarining, dal daraxtlarning ustida o'ri turilishgan kishilar qistilishib, bo'yinlarini so'zishgan holda chilish ko'rayotdi. Ma'sumcho'ng chilishni obdanroq ko'rish uchun Anjanboyning qo'ldan tortib to'pni yerib, oldiga ilib chiqdi. Ular endi to'pning oldiga o'tib turishiga, ularga yaqinla yerda to'plashib turishgan bir to'p odam cho'qan ko'tirishdi. "Xalifat boyvachcha Anjanboy bilan sinashsin. Anjanboyni paxsh qilsin. Amin, amin, amin." Chilishayotganlar shippida to'xtashdi. Hang-tang bo'lib maydondan chiqib ketishdi. Shu chaqda Xalifat boyvachcha yag'larini turib, irg'anlab minib maydonga kirdi. Belini tutib ko'krikini kirib to'lidi. "Faqir jamoatning lafzini olaman. Divona makonsiz bo'lsa-mu mayli, yo'q demayman." Yiliqalar yana to'g'lashdi.
Anjanboy maydonga tushsin, nochiligini ko'rsatsin yoki quyrug'ini qisib yo'qolsin. Anjanboy shunda qarab ularning Xalifat Boyvachchining yaloqchilari ekanligini bildi. Badinidagi qonlari yuziga yig'ilgandek quloq tuvigacha qizirib ketdi. Xuddi beri so'rgandek, orqasidan ittirgandek gurus minib maydonga kirdi. Uning ko'zlari qon qo'ylagandek qizirib ketgan edi. U oldi bilan jamoatga salom qildi. Ondan Xalifat Boyvachchining sheriklariga to'ladi. "Menmo Xalifat Boyvachchining yunduxo'rlarining lavzini yerda qo'ymayman. Boyvachchi shalpar ishdan kiyib kelgan bo'lsa-mu ilishiman. Hargiz yonmayman. Nochiligini ko'rsat, oldi bilan sen ko'rsat. Qandoq ko'rsatman? Qandoq ko'rsatman desang, shundoq ko'rsat. Mushtishiman." Xo'p, so'rin boshqaruvchi jakarıldı. "Haloyiq, hozir ikki palvon adovati bo'lmagan, ham bo'lmaydigan kuch sinishib, sizlarning ko'nglingizni xush qiladi, mushtishidi." Jamoat gür to'lashdi. "Amin, amin, amin." "Mushtashqanda," dedi so'rin boshqaruvchi so'zini davomlashtirib. "Har ikki taraf 3 qatimdan mushtatadi. Shu 3 mushta mayli kim bo'lsin, yiqilib tushib o'rnidan tura olmasa, shu yengilgan bo'ladi. Amin, amin, amin." "Qani, ikkilari qancha puldan tikishiblar?" dedi so'rin boshqaruvchi Anjanboy bilan Xalifat Boyvachchiga qarab. "Az bo'lib qolsa, har birlarining sifatlariga yarashmaydi, chakini bo'lib qoladi." Xalifat Boyvachchi Anjanboyga qarab so'qla hijaydi. Demagini qiqib unlik to'ldi. "Men arg'moq etim bilan bir xurjon pul tikiman. Anjanboy pul chiqishtirib olmasa, men jamoat oldida uni eshak qilib minib sazoy qilaman." So'rin boshqaruvchi Anjanboydan so'radi. "Chiqishtirg'idak pullar bormi?" Anjanboy javob berish uchun og'zini o'malashiga ma'sum cho'ng vaqirdi. "Bor." Shu hamon jamoat cho'rqishib ketishdi. "Bor, pul bor, mana bor." Jamoat orasida birer yuzdak odam tutam pullarni egiz tutib pulanglatishdi. Anjanboy ularning ba'zilarini tanidi, ba'zilarini tanimadi. Lekin burni ichib, ko'zlari qizirib, 2 tomchi yosh manziga yiqib tushdi. U qo'llarini ko'ksiga qo'yib, cho'nqur egilib ta'zim qildi. Ondan titrak ovoz bilan unlik to'ldi. "Rahmat qarindoshlarim, ko'nglingizni tushundim, umidinglarni oqlayman." dedi. Ondan shaqqida orqasiga burilib, so'rin boshqaruvchiga aytdi. "Menmo arg'moq etim bilan bir xurjon pul tikiman. Pul kamlasa, mushu maydonda to'ldiraman. Amin, amin. Anjanboyga amin, amin." Atlar keltirildi. Odamning ko'zining yig'ini yeydigan bu atlar bir-biridan xil edi. Tüklari val-vul parqiraydi. Yer chapchib jim turmaydi. Kichikkina quloqlarini tikkidet qilib, ko'zlarini chekchaytib turib, uzib kishinaydi. Pullar sanaldi. Xuddi oldin kelishib qo'ygandek o'xshashla tang chiqdi. Shu chog'da so'rin boshqaruvchi yenidan oldin tayyorlab qo'yilgan tilxatni chiqarib, egiz ko'tardi. Pulangtib turib jamoatga ko'rsatdi. "Jamoat, mavu tilxat o'qib beray. Guvoh bo'lib qo'yinglar. 2 palvon ma'qul bo'lsa qo'l qo'ysin." Tilxat: "Ikkimiz o'z ixtiyorligimiz bilan mushtashib, kuch sinishimiz. Navoda qazoyi qadar yetib o'lib ketsak yoki nakar bo'lib qolsak, o'zimiz ham urug' tuqqanlarimiz hech qanday da'vo dastur qilmaydi. Qani, ikkilari nima deylikin? Boshqa gap so'z bo'lmasa, mana mushu yerga qo'llarini qo'ysinlar." So'rin boshqaruvchi molla sifat odam edi. Uning mushundoq boshqarishdan cho'ntagiga kiradigan pul yangichining utgan pulining 4dan biri bo'ladi. U hijiyib turib balvag'iga qistirilgan siriq sapliq mis duvat bilan mollamcha tumiqiga qistirilgan qo'mish qalamni uzatdi. Anjanboy bilan Xalifat Boyvachcha qo'llarini qo'yishdi. Bo'ldi. Hamda chek tashlaymiz. Chek kimga chiqsa shu oldin qo'l soladi", dedi boshqaruvchi. "Yo'q", dedi Anjanboy. "Chek tashlamayli. Navbatni Xalifat Boyvachchiga berdim." Jamoat cho'rqirashdi. "Amin, amin, amin. Navbat Xalifat Boyvachchining." So'rin boshqaruvchi ularning pichoqlarini ilib oldi. Anjanboy tamkin tik turib dedi. "Qani, marhamat Xalifat Boyvachcha." Xalifat Boyvachcha aylanib kelib, bor kuchi bilan Anjanboyning bo'yniga bir musht urdi. Anjanboy daldugunib bir tizilib o'ltirib qoldi-yu, yana shu hamon o'rnidan turdi. Xalifat Boyvachchining sheriklari alla cho'qan ko'tardi. "Barakalloh! Xalifat Boyvachchiga amin, amin."
Xalpatboyevich ikkinchi mushtini Anjanbayning cheksiga qo'ydi. Anjanbay medirsidirmo qilmadi. Tik turaverdi. Uchinchi qatimda Xalpatboyevich orqasiga 4 qadam yandi. Mushtlarini jupladi. Qo'shqorchilab kelib Anjanbayning kindikining sal ustiga guppida qo'ydi. Anjanbay oldiga pukilib qoldi-yu, yiqilmadi. Ondan uning chiroyi sal tatirib qolgan edi. So'rin boshqaruvchi jakarladi. Amdi navbat Anjanbayning. Amin. Anjanbayga amin. Anjanbay jamoatga egilib ta'zim qildi-da, Xalpatboyevachni yonboshlab turib, uning quloq tuviga musht bilan peshva soldi. Xalpatboyevach ikki puti osmonga bo'lib, guppida yiqildi-yu, yana shu aman beshini ko'tardi, lekin o'rnidan tura olmadi. Ko'z oldi qorong'ulashib, beshini guppida yerga qo'ydi. Uning og'zidan oqqan qor yung chekmenining oldini qip-qizil bo'ymoqda edi. So'rin boshqaruvchi jakarladi. Anjanbay utdi. Xaloyiq tavrab ketdi. Qiyqas cho'qan ko'tarildi. Amin. Anjanbayga amin. Barakalloh. Muborak bo'lsin. So'rin boshqaruvchi otlarni yetilab kelib, tizginlarini Anjanbayga tutqizdi. Muborak bo'lsin. Halol pul, halol mol. Jamoatmi takrorlab to'g'lashdi. Muborak bo'lsin. Anjanbay otlarni yetilab mang'aydab turatdi. Jamoat ko'ta-ko'ta qilib uni xuddi kichik balni ko'targandekla ko'tarib Xalpatboyevachining itiga mindirib qo'ydi. Xurjun pulni uning o'zining itiga ortib to'shlab qo'ydi. Anjanbay otda turib qo'lini ko'ksiga qo'yib jamoatga ta'zim qildi. Har birlarining oldidan otliq minib adabsizlik qilib qo'ydim. Xafa bo'lishmisizlar. Balam bo'ldi, tozi balam bo'ldi. Xayr xo'sh, yo'l bo'lsin. Anjanbay jamoatning qiyqas cho'qqanlari ostida og'inlari bilan billa shaharga qaytdi. Uning itining julasiga chigilgan shalpar yog'liqlar quyoshning kechki nurida qip-qizil julalanib yaltiraydi. Anjanbayning og'inlarining to'pi ichida qum darvoza soqchi amaldori Zunun apandimi bor edi. Bular paxta bozori masjidining orqasidagi oldida yo'g'on bir tup qapoq terak soya tashlab turgan balxonalik saroyga kirishdi. Saroyda opalliq alnag'machilardan Umar Sattar, Samraxunlar so'rin raslab turishgan edi. Kechicha mashrab o'yindi. Anjanbay usulga tushganda qosh ko'zini har xil o'ynatib, jamoatni kuldirib, tiliq turib o'tdi. Atsi og'inlarni boshlab, yetgani oppa xo'jini aylandi. 2 xurjun pulni uchirganligi yo'qsul ojizlarga sadaqa qilib tugatdi. Buningga hech kishi ajablanmadi. Chunki utib olgan pullarni ashundoq sadaqa qilish uning odati edi. Davomi bor.